Mana jonlarim degan. Assalomu alaykum degan. Assalomu alaykum. Qonzosh. Jonim mana. Asal bolalarim mana. Endi ishladim. Qonzosh. Astamanut. 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 Bozorning gidilganini astamanut. Oo, xastamanu. Muhammad. Sensizlikda qolib yana. Astamanut. Bizani xonandamiz. Xastamanu. Sigaramizga astamanut. Jonim mana shilim bolam. Televikpavuk magazindan. Ana, Televikpavuk olar ekanmiz magazindan. Olamiz. Birinchi Televikpavuk magazindan. Xo'p. Kimbalga bo'lamiz. Xo'p, jonim. Zalchi dadani ko'rish, zalchi. Kecha bitta ko'rgili holat bo'ldi-da. Mani xo'jayinim telefonda ertalabdan kechgacha telefonda o'tiradilar, ishlaydilar, chunki ishlari shunaqa. Endi biz aeroportga endi keldik, короче, uchib keldik Dubayga. Ana keyin erim ID kartasi bor-da, Dubaydagi ID kartasi. Ular boshqa tarafdan o'tadilar. Biz esa o'g'lim, men, nyanchkam biz tamojnadan boshqa tarafdan o'tdik-da. Yana keyin xo'jayinim o'sha yerda kutdilar bizani bagaj olayotgan joyda. Biz alohida keldik. Shu bilan keldik, bagajlarni oldik. Erim telefonda ishladilar. Men esa hamma narsani hal qilib, marhaba bilan gaplashib, ko'rsatib, qaysi bagajlarimiz bizaniki ish qilib oldik hammasini. Xo'jayinim bilan birga ketdik, короче. Keyin direktga bitta odam yozayotgan ekan menga. Munisa, assalomu alaykum. To'g'risini ayting. Sizni eringiz shunchaki-ku tipa podelka. Просто yoningizda olib yuribsiz. Atak haqiqiy emas. Shunaqa gapni yozibdi. Keyin bittasi yozibdi. Men ko'rdim bugun sizlarni aeroportda birga uchib keldik Toshkentdan Dubayga. Menga turmushga chiqing, haqiqiy emas ekan-ku. Hamma narsani siz qildingiz. Eringiz telefonda postoyanno turdilar. Telefonga qarab, sizga yordam bermadilar deb yozibdi. Birinchidan bizda servis bor edi, marhaba. Xo'jayin zakaz qilganlar biz uchun hamma narsani qilishadi, faqat ko'rsatish kerak, qayerda qanaqa chemodanda turibdi, bo'ldi. Odamni o'zi oladi hamma narsalarni, bizani olib boradi mashinagacha. Lekin bizani odamlarimiz faqat shu har xil noto'g'ri fikrga kelishadi. Nimaga shunaqa? Men bilmayman. Tinch qo'yinglar, meni oilamni. Haqiqiy er bo'ladimi, haqiqiy er bo'lmaydimi, baxtlimanmi, bebaxtmanmi, yaxshimi hammasi, yaxshi emasmi? Lekin nima farqi bor? Men o'ylaymanki, odamlar san'atkorni shaxsiy hayotiga aralashish kerak emas, bunaqa narsalar yozish kerak emas. Axir biz o'zbekmiz-ku. Biz bunaqa tarbiya olmaganmiz. Masalan, men oilamda hech qachon bunaqa tarbiya olmaganman. Meni boshqa odamlar bilan ishim yo'q. Kim nima qanaqa, kimning hayoti qanaqa? Men o'ylaymanki, bu noto'g'ri narsa va g'ururlanaman. O'zbek bo'lganimdan, meni oilamda ota-onam shunaqa tarbiya qilishganidan g'ururlanaman, Xudoga shukr. Shu uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. O'zingizlarning ishinglarni qilinglar, san'atkor hayotiga aralashmanglar. Rahmat.